Akalar, assalomu alaykum. 1 minut o'tkazmay turinglar. Sizlar uchun juda ham foydali video qildik. Zapchas bozorda Marba do'kon bor, borlik haqida bilasizlarmi? Mana shu do'kon mana. Marba do'koni. Juda ham tovarlari juda ham ko'p, sifatli va narxlari juda ham qulay. Bu narsa haqida qisqacha kirib klientlardan so'raymiz, o'zlaring guvoh bo'lasizlar. Assalomu alaykum, hormanglar. Akalar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham klientlari ko'p, ko'rishlaringiz mumkin. Mana assortiment juda ham ko'p. Boshqaruvchilari mana Bekzodjon hamma tovarni kontrol qilib turadilar. Hozir bir kishidan so'raymiz. Amaki, mana shu Marba do'kon zapchasi haqida qanaqa taassurotlarga egasiz? Assalomu alaykum. Yaxshi va Marba arzon, tovarlar arzon. Aha. Sifatlari ham yaxshi. Aha. Xizmat ko'rsatishlari ham yaxshi. Gap yo'q. Mamnunsiz-a Marbadan? Hamma doim ishlatgan mijoz. Necha yildan beri ishlaysiz birga shu yerda? 2 yildan oshib qoldi. 2 yildan oshib qoldi. Gap yo'q. Akalar kelsalar mana hamma ukaxonlarimiz chiroyli muomalada kutib olishadi. Hammalari yaxshi bolalar, narxlari ham juda ham arzon va garantiyali narsa sotishadi. Pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Marba do'kon nomer 1 Zapchas bozor bo'yicha bemalol kelaverasizlar. Sog' bo'linglar.